BMW'ni V12 mashinasini videoga olganimiz reydga chiqib 200 mingga yaqin prosmotr yig'di. Endi men sizlarga Mercedes V12sini topdim. Qani Mercedes endi aktivinglar ko'rsatasizlar, necha yuz mingta prosmotr, like, komment qilamiz. Bu mashina Koreyada yagona hisoblanadi va bu mashinamiz hozirda sotuvda ekan. Narxini esa video oxirida aytib o'taman, lekin mana bu mashinaga ishlangan body kit bilan ko'rinishga qarang, go'zallikka. Rang endi alohida tema. Saloniga esa vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Salonimiz deyarli yangi holatda turibdi. Mashinamiz 95-yil chiqqan ekan, 104 ming yurgan probegi. Lekin ko'rinish, brat. Bu mashinaga endi bitta like bilan komment yozilmasa, vobshe endi jalka boru. Merchilar, aktivinglar ko'rsatinglar. Bu mashinamiz narxi 50 ming dollar ekan. Koreyada bo'lsangiz bemalol olib ketishingiz mumkin. Eksport Qirg'iziston, Qozog'istonga, любой joyga ketadi.